shaharga 3 kilometr chiqmaydigan zo'r lakasini sizlarga uchli topib berdim. Videoda o'tkazmay turinglar. Eng qizig'i sizlarga ko'ryapsizlar, pishig'ishda, ponni uy pishig'ishda bo'lgan materiallarni ko'ryapsizlar. Qanaqa material ishlatishgan. Sizlarga uyaring bo'lishlari uchun bitmagan holatida sizlarga obzorni qilib beryapman. Yanvarda oxirigacha mana shu 3 ta uyimiz bitkazib berishadi, xudo xolasa. Qaranglar. Bu uyimiz, ichkarida uyimiz 6 xona, plus oshxona. Bu yog'i 5 xona plus oshxona. Sizlarga hozir ichkarini obzorini qilib beraman. Sizlarga eng kerakli qaranglar, pishig'ishda, ponni uy pishig'ishda bo'lgan materiallarni ko'rasizlar. Fermalar ham ikkitadan tashlangan. Buni ustalar tushunadi. Remont ishlari ketyapti. Hozir sizlarga ichkarini obzorini qilib beraman. Yanvar oxirigacha bitkazib beraman deb harakatida. Qaranglar, ichkarida bir katta zalimiz, ponni remont ishlari shunaqa bo'ladi. Qaranglar. Kaplina tizimigacha dashi montaj ishlari bo'lgan. Remontlari lustralargacha qo'yilib, aboylarni ko'ryapsizlar, yangi aboylar. Qarang. Yangicha aboylarni qilishgan, qaranglar. Bu uyimiz 4 sotiga jichakan, eng qizig'i gazi bor. Ko'ryapsizlar, remontlari o'zi bitib qoldi. Bu yoqda ham bitta xonasi bor, ichkarida qaranglar. Dushi tualet ikkitadan bo'ladi, tashqaridan ham bo'ladi, ichkaridan kirgani ham xuddi bo'ladi. Ko'ryapsizlar? Bunaqa lakasada kamdan-kam topiladi. Darvozasiga qo'yilib, oyoqdaylari kafel bo'lib, so'killarni bitkazib, yanvar oyigacha, oxirigacha xudo xolasa bitkazib berishadi. Qaranglar, 3 ta uyga qaranglar. Banada 2 ta uy, bag'a bitta uy. Birinchi uyimiz mana bag'da. Qaranglar. Yo'lda bo'yida uyimiz bu birinchisi. Eng qizig'i, uyingizdan mana shunaqa suv o'tgan. Qaranglar, buni ham ustalar ishlashyapti. Remont xudo xolasa, aytganimdek, yanvarda oxirigacha bitkazib, darvozalargacha qo'yib beramiz deyishyapti. Bu lakasamizda joyda qanaqasi yanvarda oxirigacha bitadi desalaring, 20 tadan oshiq usta akalarimiz ishlashyapti. Ko'pchilik videoga chiqishmadi. Qaranglar, birinchi uyimiz, ikkinchi uyimiz, nariyada uchinchi uyimiz. Bunaqa lakasada uy kamdan-kam topiladi. Tanish bilishlarga, qadrdonlarga videoda tashlab qo'yinglar, manfaatli bo'ladi. Narxi, nari bitta katta uyimiz, birinchi ko'rsatgan uyim 75 ming deyapti, kami bor. Bu birinchi bilan ikkinchi uyimiz 69 ming, kami bor deyapti. Pastda nomerlarni qo'yib qo'yinglar, bemalol telefonlashib ko'rasizlar. Manzil mana Marg'ilon Teraytani ko'pchilik biladi. Bu yog'i Eshonguzarga ketish, bu yog'i Marg'ilon bog'iga chiqib ketaverish. Marg'ilon sentriga 3 kilometr chiqmaydi, bemalol gazi bor, sveti bor, kanalizatsiyasi ulangan hamma sharoitlarga ega. Xudo xolasa yanvarda oxirigacha topshiraman deyapti. Bemalol aloqaga chiqinglar. Sizlarga qulay lakasda ko'ryapsizlar, mahalla hamma yo'l sharoitlari bor. Asfalt bo'lgan, qo'ni-qo'shnilaringizdan bor. Eng qizig'i